Avvalambor assalomu alaykum. Men 22-mart kuni Toshkent shahriga ketgandim. O'zi Surxondaryo viloyati Termiz shahar, Nurafshon ko'chasi 24-uy Finka yotoqxonasida yashayman. Mehribonlik uyiga qarashli yotoqxonada. 22-mart kuni Toshkentga ketgandim ish bilan. Kecha, ya'ni 14-may kuni keldim. Kelsam, xonamda televizorim, keyin yana bir ikkita kerakli narsa, mujskoy, duxiy, atir, parflema narsalarim yo'q ekan. Qarasam, kim olganligigacha bildim, lekin u hozir bu yerda yashamayotgan ekan. O'sha yotoqxonada mana hozir birinchi o'zimni tanishtirsam, men Bobonazarov Ma'rufman. Mana shaxsimni tasdiqlovchi hujjat. Albatta, mana shu yotoqxonada komendant, ya'ni ichki tartib intizomni nazorat qilishga mas'ul bo'lganman. Bu viloyat hokimi. O'sha paytlar bizga Erkin aka Turdimov viloyat hokimi edilar. O'sha kishi tomonidan berilgan mana yotoqxona mana. O'sha yotoqxonada ichki tartib intizom nazorat qilish bo'yicha ana edi manaka hokimiyat pechati, kerakli tashkilot imzosi ham bor. Va albatta, mana shu yerga, mana shu yotoqxonaga berilgan to'g'risidagi mana sertifikat. Prezidentimizni, yurtboshimizni, viloyat hokimining boriga shukrlar. Mana shu 2007-yil mehribonlik uyini bitirgan bo'lsak, manaka o'sha narsa 2018-yil berildi, ya'ni 11 yil degan ekan. 11 yil davomida biz ko'chada yurib, qiynalib, birovlarning uyida yashab yurdik. Mana shunday joyni berdi. Mingdan ming rahmat ularga. Lekin bu joyda qadriga yetayotgan ham bo'lyapti, yetmayotgan ham bo'lyapti. Ko'pchilik ko'p xonalardan shaxsiy narsalarni olib chiqib ketib sotyapti. O'zini narsasini ham, birovnikini ham bunga hech kim chora ko'rmayapti. Na shahar hokimi, na viloyat hokimiyati, hech qanday, na uy-joy bo'limi, na sektor rahbari, na ichki ishlar, hech qaysi. Mana kechadan beri hamma joyga telefon qilib chiqdim. 102 raqamiga ham telefon qildim. Ichki ishlar, o'zi Termiz shahar ichki ishlariga ham, mahalla profilaktika inspektoriga ham telefon qildim. Ertalab boraman deb kelmadi. Oxiri 11:02 ichki ishlar vazirligiga telefon qildim. Hech kimdan dom-darak yo'q. Nima qilishim kerakmi? Xonamdan narsamni o'g'irlayapti. Ariza borib yozaman desam, joyi kelsa o'zimga statiya qo'ydi. Shunday, endi iltimosim mana shu bir bizga menga bir yordam bersin. Endi hech kim yo'qda, xudosi bor, Allohi bor. Avvalambor yer yuzida xudoga shukr prezidentimiz bor. Sog' bo'lsinlar. Mana hamma joylarda bitta kichkinagina tashvish bo'lsa ham yugurib o'zlari boradilar. Ilohi o'sha inson baxtimizga doim sog' bo'lsinlar. Bizda ota-onamiz bo'lmasa, bizda otamiz, onamiz, o'sha yurtboshimiz deb bilaman. Shuning uchun sizlardan iltimosim yordam bersin. Juda ko'p qiynaldim. Mana salat sentr ochaman deb yangi hokim Tilla Babalovmi shunaqa edilar, endi familiyalarini aniq bilmayman. O'sha kishini sayyor shtabiga ham bordim. Salat sentr ochaman, 70 xil 80 xil salatni bilaman, to'ylarga kredit bering dedim, bermadi. Mana shu yotoqxonada manaka boya ko'rsatdim. Mana shu oddiy bir varaq ham hujjat hisoblanadi. O'sha yerda mehribonlikda qarashli yotoqxonada komendant bo'lganligim uchun ana beraman dedi. Oylik qilib beramiz dedi, bermadi. Oylik bermadi. Oxir Toshkentga ketdim ishlagani, nima qilishimni bilmayman. Ish qilib meni ulardan iltimosim, mana hozir ko'rsataman sizlarga, mana. Hozir mana bu yerda mana televizorim turib edi, hozir yo'q. Mana joyi turibdi. O'sha o'g'irlab ketilganda televizor. Mana bu yerda mana parflema narsa deganda mana bunaqa muzkoy duxiylarim bor edi. Mana bittasi yangi holatida turibdi. Mana bu ana kimpasida ham bor edi. Uni o'zim kech olib keldim. Qanday kirgan xonamga, qanday qo'yganman, bilmayman. Mana derazaga kelsam, mana shundaqa holat bor ekan, mana sim. Men yoz qo'lim tekkizib yubordim bunga. Shunaqa sim holat. Shuning uchun iltimosim yordam bersin. Kelib nafaqat menga bu yotoqxonadan xabar olsin. Hamma narsani o'ziga o'zlashtirib yotibdi. Hamma narsalar chiqarib yotibdi. Hech kim xabar olmaydi. Hech kim. Men maqtanmayman, undan keyin eshikni yopib ertalab ochib men qarab yurganimda
Har kuni o'zim qarab davlatni bitta cho'piga xiyonat qilganim yo'q. Davlat nima bersa o'zini ishlatib o'tirdim. Shuning uchun iltimosim bir ko'rib chiqib tegishli tashkilotlar shu men zamon informatsion tahliliy dasturiga deb tayyorlaganman. Bu deyarli har soatini ko'rib boraman. Mana ko'rishga hozir televizor ham yo'q. O'shaning uchun iltimosim shuni bir ko'rib chiqsin. Albatta tegishli tashkilot ham avvalambor buni prezidentimiz ham ko'rsin. To'g'risi, bir farzandi, bir mehribonlik uyida katta bo'lgan farzandining iltimosi bu. Hammaga rahmat, charchamanglar.